mustor bo'ldi. Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallam Xandaq kunida. Dushmanlarning ko'pligi, musulmonlarning ozligi, chorani yo'qligi, sharoitning tangligidan duo qildi. Allohumma astur avratina va amin rawatina. Allohumma muzilal kitab, sariyal hisab, ihzimil ahsab. Allohumma ihzimhum va zalzilhum. Alloh duosini ijobat qildi. Shamol bo'ldi, sovuq bo'ldi. Xandaqda u yerda turgan 10,000 kishilik mushrik qo'shini orqasiga o'girilib ketdi. Mustor bo'ldi, duo qildi. Musa alayhissalom yurtidan chiqib Madiyanga kelib o'tirib ikkita qizni qo'ylarni sug'orib qaytarib egasiga berib, qizlarga qaytarib berib duo qildi. Robbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir. Yurtidan quvilgan, boradigan joyi yo'q, cho'ntagida puli yo'q, oyoqlari shilinib ketgan, yurtidan qochib chiqqan, quvg'inga uchragan odam daraxt tagiga borib turib duo qildi. Parvardigor, men o'zing men uchun nima yaxshilik tushusang, shunga muhtojman. Mustor bo'lib duo qildi. Shuayb alayhissalomga kuyov bo'ldi. Oilali bo'ldi, uyli bo'ldi, payg'ambarga kuyov bo'ldi. Birodar, duoing ijobat bo'lishiga aniq ishonib duo qil. Mustor bo'lib, ilhaq bo'lib duo qil. O'zingni muhtojligini izhor qilib turib duo qil. Mustor bo'ldi Zakariya alayhissalom farzand yo'qligida. Yoshi 80 dan o'tgandan keyin Alloh taolo u kishiga farzand berdi.